Sizga mazzada Amerikada turkiringizni restorani bor, uyda ovqat qilmasangiz ham bo'ladi deb ko'plar yozishadi. Lekin to'g'risini aytsam, boshida bir oy, balki 2 oy restorandan ovqat yeysiz, lekin undan keyin joningizga tegarkan. Men turk ovqatlarini juda ham yaxshi ko'raman, lekin har kuni bir xil taom yeyish mumkin emas ekan. Ashqim esa butun kun restoranda bo'lgani uchun o'sha yerda ovqatlanishga majbur. Kecha restoran ovqatidan charchadim deganidan keyin har hafta dam olish kunlari yangi taom sinab ko'rishga qaror qildik. Bugun menyuda meksikaliklarning mashhur taomi taco. To'g'risi taco tayyorlash o'ylaganimchalik qiyin emas ekan. YouTubedan retsept topib, kerakli narsalarni olib keldik va birga tayyorlashni boshladik. Birga ovqat tayyorlash bu shunchaki ovqat uchun emas, bu bizga yaqinroq bo'lish, bir-birimiz bilan kulish va vaqtni maroqli o'tkazish uchun ham sabab bo'ldi. Ba'zan hayotdagi eng yoqimli lahzalar oshxonada bir piyola choy ichib kulish paytida yaraladi. Avvallari ham taco yeganman, lekin halol go'sht bo'lmagani uchun faqat vegetarian versiyasini tatib ko'rgan edim. Shuning uchun bu safar haqiqiy taco ta'mini birinchi marta his qildim va bu bizga juda ham yoqdi. Keyingi hafta esa yaponlarning sushisini o'zimiz uyda qilib ko'ramiz deb kelishdik. Kim biladi, balki bu yangi an'anamizga aylanar. Sizchi, uyda o'zingiz ovqat qilishni yoqtirasizmi yoki zakaz berishni afzal ko'rasizmi?